Bugun biz sizlarga shunaqa dekorativniy shtorilarni o'rgatamiz. Bunda biza kartofa aksofdan foydalandik. Agar shunga 5000 ta layk bo'ladigan bo'lsa, ipimizga 20% skidka qilamiz. Bunga bizaga aksof kerak bo'ladi 250 metr 100 grammda. Bu juda ham yaxshi ip. Mana kerakli iplarni o'zimizga ranglarni tanlab oldik. Shundan boshlaymiz. 3 ta воздушный petля olamiz. Ikkinchisiga 6 ta bez nakit qilamiz. Oltita bez nakit qildik. Endi keyingisiga har biriga 2 tadan qilamiz. Endi har biriga bittasiga bitta, keyingisiga 2 tadan ko'payamiz. Kolokольchigimiz kattaligini qilib olamiz oldin. Keyin o'zgarishsiz to'qiymiz. Mana. Endi shu holatida 5-6 qator to'qib olamiz. Kolokольchigimiz asosini to'qib olamiz. Mana qizlar, kolokольchigimizning gullarini qilamiz. Buning uchun bez nakit olamiz. Yarim ustuncha, nakitli ustuncha, ikkinchi nakitimiz, 3 ta nakitli qilamiz. Keyin yana повторный yarim ustuncha, keyin bez nakit. 1, 2, 3 sanaymiz, uchinchisiga bez nakit. Yana shu yerdan chiqib ketamiz bul qilishimiz uchun. Uchinchisi yarim ustuncha, yarim ustuncha, bitta bez nakit. 1, 2, uchinchisiga boramiz. Mana bu kolokольchigimizni ko'rinishi. Shunaqa qilib oxirigacha to'qib qo'yamiz. Mana bu yog'iga воздушный petля olib, uzun arqonini qilamiz. Barglari uchun bir 6 ta zanjir olamiz. 3, 4, 5, 6 ta zanjir olamiz. Birinchisiga bez nakit, keyingisiga yarim ustuncha, nakitli ustuncha va bargini kattaroq qilaman desanglar, kattaroq qilaverasizlar bunaqasini, sipochkasini, zanjirini. Mana nakitkali ustuncha. Yana davom etib ketaveramiz. Kulchalarini qilamiz endi. 3 ta zanjir olamiz. Shu воздушныйning orasiga nakitkali ustuncha qilamiz. 2, 3, 1, 2, 3 olamiz, bez nakit qilamiz. 1, 2, 3 olamiz, yana nakitkali ustuncha. 1, 2, 3 воздушный petля, yana bez nakit. Xohlasak 4 ta yaproq, xohlasak 5 ta yaproq qilamiz. Buni alohida olmasdan o'ziga qilib olamiz. Tikib ham o'tirmaymiz yo kley bilan yopishtirmaymiz ham. Tayyor holatda o'zi hosil bo'ladi. Yana 3 ta zanjir olamiz, mahkamlaymiz. Gulimiz tayyor.